Davlatimiz rahbari har safar xorijiy mamlakatlarga tashriflari davomida ishbilarmonlik dasturiga alohida e'tibor beriladi. Mana shu mamlakatni yetakchi kompaniyalari, nufuzli moliya tashkilotlari, xalqaro tashkilotlar bilan uchrashuvlar o'tkaziladi. Bu safar ham davlatimiz rahbari juda ham taniqlik va juda ham ko'p tarkibdan iborat bo'lgan Yaponiyani kompaniya ishbilarmonlik vakillari bilan uchrashdi. Yaponiyani O'zbekiston nafaqat ishonchli investor sifatida, balki O'zbekistonda kelajak sanoatini rivojlantirishga hissa qo'sha oladigan ishonchli hamkor sifatida ko'rishi aytib o'tildi. Demak, Yaponiya kompaniyalari albatta o'zini tajribasi, nufuzi jihatidan O'zbekistonda sanoatni rivojlantirishni tezlatish, xususan ishlab chiqarishda unumdorlikni oshirish, demak, yuqori texnologiyali mahsulotlarni ishlab chiqarish sohasida bizni kompaniyalarga juda ham ko'p yordam berishlari mumkin va bu yo'nalishlarda faol ishtirok etishlari mumkin. Davlatimiz rahbarini Yaponiyaga qilgan tashriflari kelgusi ikkala davlat uchun ham bo'lgan o'zaro manfaatli hamkorlikni yana ham rivojlantirishga hissa qo'shadi.